Bolalar hayotimiz quvonchi, ularning sog'lig'i doim biz uchun muhim. Kamina Nargiza Hajimuratovna faoliyatim davomida ko'plab bolalarni sog'ayib ketishiga o'z hissamni qo'shganimdan minnatdorman va bu ishimni o'z burchim deb bilaman. Kelajakda barcha bolalar kasal bo'lmasligiga jon-jahdim bilan kurashaman va tayyorman. Bolalar hayotimiz quvonchi, ularning sog'lig'i doim biz uchun muhim. Kamina Nargiza Hajimuratovna faoliyatim davomida ko'plab bolalarni sog'ayib ketishiga o'z hissamni qo'shganimdan minnatdorman va bu ishimni o'z burchim deb bilaman. Kelajakda barcha bolalar kasal bo'lmasligiga jon-jahdim bilan kurashaman va tayyorman.